Nima uchun doimiy bel og'riydi, Shoira opa? Psixologiyaga aloqador joyi bormi shuni? Bu psixosomatika. Chunki quvvat manbai kam, muammosi ko'p va puli yo'q insonlarni doimiy ravishda belida og'riq bo'ladi. Agar qadimni e'tiborga oladigan bo'lsak, bobolarimiz belbog'da o'sha pulni bog'lab, beliga mahkam bog'lab, juda ham ko'p harakatlar qilishgan, ishlashgan, mehnat qilishgan, pul topishgan. Lekin o'sha energetikani bir his qilib ko'rishsin, pulni belbog'iga bog'lab, bir beliga bog'lab yotib uxlab ko'rsinchi, qanaqa o'zida quvvat manbaini sezadi. Umuman ruhan ezilgan odam, o'zini omadsiz, muvaffaqiyatsiz his qiladigan odam va pul topishga muammosi bor bo'lgan odamda bel og'riqlari doimiy kuzatiladi. Bu tibbiyot nuqtai nazaridan emas, aynan psixologiya va psixosomatika nuqtai nazaridan shunaqangi bir xulosaga kelingan.